Mana Farjon hozir nasosni ishga qo'yamiz. Mana shu joyidan safar bu nasos o'sha joydan qo'ygan edi, bilmasdan remont qildik, yorilib ketdi. Keyin boshqa ulikka sotib olib almashtirdik. Hozir mana hech narsa qo'yganimiz yo'qmiz, lekin yana xuddi o'shanaqa joylab qo'yishdi. Bu nasos ham bir xil joydan, mana shu joydan teshib chiqdi. Birinchi nasosimiz ham xuddi shu joydan teshilib chiqqandi, bunisi ham.